Bolalar qalaysizlar? Nechinchi sinf o'qiysan? 4. 4 kira 8. 4 kere 8. 1 kira 8. Yo'q salom. 4 kira 8. 4 kere 8. Qara, o'rgataymi oson usulni. Ber buni. Ushlab tur. O'rgataman shu bolaga. Qo'llaringni qo'y, barmoqlaringni qo'y. Bunisini ham qo'y. Masalan, qara. Bu birinchi barmoq 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta barmog'ing bor, ha? Bu 5-barmog'ing mana bu. Masalan, 9 kira 5 dedim, 5-barmog'ini shuni buklaysan. Bitta 5 ni bukla. Bukla 5-ni o'zini bukla. Aha. 4 tani ochding, ha? Buklaganinggacha qolgan barmog'ingni 10, 20, 30, 40 deysan. 40 bo'ldi. Bu yog'ini 1, 2, 3, 4, 5. 45 qo'ysak necha? 45. 45. 45. Shuning 9 kira 6 masalan. Shuni yopasan 6-barmog'ingni. Yopganinggacha nechta barmog'ing qoldi? Sana. 3, 4, 5. Yo'q, yopganinggacha bo'ldi. Mana 9 kira 6. 1, 2, 3, 4, 5 ta qoldi. Bu 50. Bu yog'i 1, 2, 3, 4, 50 ga 4 qo'ysak necha? 54. Ko'rdingmi? Masalan 9 kira 8. Och barmog'ingni. 8-barmog'ing bukla. Mana 8-barmog'ing. Bu yoqdan sana 8. 9 kira 8. 5 bitta 2. 5 ga 2 ni qo'ysak 70. 70 ga 2 ni qo'ysak 72. qalay o'rgatar ekanman? Zo'rmi? 9 kira 9. Nechta barmog'ing qoldi buklaganinggacha? 80 ta. Bitta bilan 80. krasavchik 5. Pas-pasa qilib qo'yinglar. Ha. Mayli, sog' bo'ling. Obunami? Ha. Senga ham beraymi? Menga bering. Nima beray? Misolmi? Bo'ldi, jumadan keyin gaplashamiz. Qayer shogirdlarim? Qayer. Sog'. Yangi o'quv yili uchun matematika 0 dan guruhlarimga start berdim. Ushbu ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, joylaringizni band qilib, suhbatga kelsalaringiz shaxsan o'zim tekshirib ko'rib, guruhlarga joylashtiraman. Matematikani 0 dan eng oson usullarda o'zim o'rgataman.